asrolmadim seni. Men sendan roziman. Mendan rozi bo'l, onasi. Sensiz men endi qanday yashayman, Ra'no? Onasi, nimaga meni nega tashlab ketding? Bolalarimga nima deyman? Ey Xudo! Aziz, erkak yig'ildi. Yo'q. Mayt topchib ketadigan vaqt bo'ldi. Sartan xola. Qanaqa qilib yashayman endi? Chiq bolam. Uni ham qiynama. Erkaklar olib chiqib ketamiz deyishyapti. Yana 5 daqiqa o'tiring, iltimos xola. Yana 5 daqiqa yonida bo'ling hozir. Xola, iltimos qilaman. Bergim kelmayapti. Aziz. No. Aziz. Bo'ldi endi. Axir erkaksan. Bunday qilish yarashmaydi. Bolam. Sen kuchlisan-ku. Ra'no, meni kechir. Asrolmadim seni. Men sendan roziman. Mendan rozi bo'l, onasi. Sensiz men endi qanday yashayman, Ra'no? Onasi, nimaga meni nega tashlab ketding? Bolalarimga nima deyman? Ey Xudo! Aziz. Erkak yig'ildi. Yo'q. Mayt topchib ketadigan vaqt bo'ldi. Sartan xola. Qanaqa qilib yashayman endi? Chiq bolam. Uni ham qiynama. Erkaklar olib chiqib ketamiz deyishyapti. Yana 5 daqiqa o'tiring, iltimos xola. Yana 5 daqiqa yonida bo'ling hozir. Xola, iltimos qilaman.
bergim kelmayapti. Orif olov bilan o'ynashib hech qachon yonmayman deb o'ylagan edi. Lekin 111-qismga kelib, u nafaqat yondi, balki o'zi qurgan jahannamning qoq o'rtasida qoldi. 110-qismdagi o'sha sirli xabardan keyin hamma Orifning qochishga joyi qolmaganini tushungan edi. Lekin u hali ham shaxmat o'ynayman deb o'ylayapti. Barnoning sukunati endi shunchaki xafalik emas, bu portlashdan oldingi sukunatdir. Orif esa xonada xuddi qopqonga tushgan kalamushdek u yoqdan bu yoqqa yugurib, Barnoning ko'zlariga tik qarashga harakat qilyapti. Nega u hali ham o'zini aybsizdek ko'rsatishga urinyapti? Uning har bir "jonim, tushunarsiz vaziyat bo'ldi" degan gapini eshitganimizda, ekranning u tomonida turib, shunchalik ham surbet bo'ladimi odam, degimiz keladi. Barnoning ko'zlaridagi o'sha sovuqqonlikni ko'rib turib ham, u yana bitta imkoniyat so'rayotgani kinoyaning eng yuqori nuqtasi emasmi? Orif hali ham o'zining eski ishbilarmon niqobini taqib olgan, lekin u niqob allaqachon yirtilib, ostidagi iflos haqiqat ko'rinib qolganini hamma sezmoqda. Barno esa unga shunchaki qarab turibdi. U endi javob kutmayapti. U shunchaki Orifning o'z yolg'onlarida qanday qilib bo'g'ilishini tomosha qilyapti. Orif o'sha sirli xabarni yozgan odam bilan Barnoning ko'z o'ngida uchrashishga majbur bo'lganida, u qaysi yolg'onni tanlaydi? G'ururinimi yoki oilasining so'nggi bo'laklarinimi? Qaynona podshoning 111-qismdagi diplomatiyasiga esa alohida Oskar berish kerak. U o'z o'g'lining barcha kirdikorlarini xuddi gilamning tagiga supurilgan changdek yashirishga urinyapti. Nega bizning seriallardagi qaynonalar har doim "kelin, sabr qiling" deyishdan charchashmaydi, lekin o'g'illariga "odam bo'l" deyishga killari bormaydi? U 111-qismda Barnoning yoniga kelib, yana o'sha eski "bolalarning kelajagi" degan qo'shig'ini ayta boshlaganida naqadar munofiq bo'lish mumkinligini isbotlab qo'ydi. U Orifning xiyonatlarini erkak kishining adashishi deb ataydi-yu, lekin Barnoning o'z g'ururini himoya qilishini oilani buzish deb baholaydi. Bu qanday mantiq? Orif esa onasining ortiga yashirinib, o'zini go'yo vaziyat qurbonidek ko'rsatishga urinyapti. Uning uy ichidagi namunali ota roliga kirib olgani va bolalari bilan o'ynayotgan sahna tomoshabinning asablarini o'ynash uchun maxsus tayyorlangandek. U haqiqatdan ham bolalari bilan bu fojiani yopaman deb o'ylaydimi, yoki u shunchaki Barnoning zaif nuqtasidan foydalanishga urinyaptimi? Laziza esa bu paytda burchakda turib, bu butun sirkni kuzatyapti va uning tabassumi 111-qismning eng qo'rqinchli lahzasiga aylandi. Qaynona Barnoga o'sha sirli qutini berganida, u oilani saqlab qolishni xohladi yoki Barnoning o'tmishi haqidagi dahshatli haqiqatni yashirish uchun so'nggi chorasini qo'lladimi? 111-qismning markaziy voqeasi Orifning o'tmishidagi o'sha rangsiz soya kutilmaganda uy ostonasidan kirib kelishi bo'ldi. Mana senga haqiqiy bomba. Orifning yuzidagi rang xuddi oq matodek oqarib, ko'zlari kosasidan chiqib ketayozganida, biz uning barcha qahramonligi bir soniyada yo'q bo'lganini ko'rdik. Nega u bu odamdan bunchalik qo'rqadi? Bu shunchaki biznes sherigimi yoki Orifning Barnodan yashirgan eng qora siri uning boshqa oilasi haqidagi haqiqatmi? G'iybatchilar allaqachon bu haqda ming xil nazariya to'qib bo'libdi, lekin 111-qismdagi uchrashuv hamma narsani oydinlashtirdi. Barno o'sha mehmon bilan salomlashganida Orifning o'tirgan joyida qotib qolishi kinoyaning cho'qqisi bo'ldi. U o'zini Nietzsche qiroli deb hisoblagan edi, lekin endi u o'z o'yinining qurboniga aylandi. Hamma dasturxon atrofida o'tirganida havodagi keskinlik shunchalik kuchli ediki, uni pichoq bilan kessa bo'lardi. Orifning qo'llari titrab, choy piyolasini ushlab olmayotganini ko'rmadingizmi? Bu uning imperiyasi qulayotganidan darak emasmi? Orif o'sha mehmonning og'zini yopish uchun nima taklif qildi? Pulmi? Yer mulkmi yoki u o'zining Barnoga bo'lgan sadoqatini ham sotishga tayyormi?
111-qismning finali bizni shunday nuqtada qoldirdiki, endi 112-qismni kutish haqiqiy asab buzarlikka aylanadi. Barno qism oxirida sumkasini yig'madi. U boshqacha, kutilmagan bir ish qildi. U Orifning ko'zlariga tik qarab, o'sha sirli hujjatni stol ustiga tashladi. Orifning u yerdagi yozuvlarni o'qiganida paydo bo'lgan dahshat bu serialning eng go'zal lahzasi bo'ldi. Nega u shu paytgacha kutdi? U Orifning o'z oyog'i bilan tuzoqqa tushishini kutganmidi? Lazizaning qism oxiridagi telefondagi qo'ng'irog'i va uning hammasi tugadi degan so'zlari 112-qismda nafaqat Orifning, balki butun oilaning kuli ko'kka sovurilishidan darak bermayaptimi? Orif o'zining navbatdagi milliy yolg'onini to'qishga ulgurmasdan Barno eshikni ichkaridan qulflab qo'ydi. Bu endi ketish emas, bu o'sha yolg'onchi bilan hisob-kitob qilish vaqti kelganini bildiradi. Sizchi, sizningcha Orif bu vaziyatdan ham suvdan quruq chiqib keta oladimi yoki Barnoning bu safargi qasosi uning butun hayotini yo'qotadimi? Barno stol ustiga tashlagan hujjat aslida Orifning mol-mulki haqidami yoki uning butun umr yashirib kelgan jinoiy sherigi haqidagi dalilmi?